Munir Muhammad, mumkin emas. Agarda sizning ham farzandingiz ish qilishga qo'ymayotgan bo'lsa, farzandingizni diqqatini jamlashga va uni kerak bo'lsa 1 soatgacha bir joyda o'tirib, mazza qilib mashg'ulot o'tish uchun zo'r yechim bor. Bizga kerak bo'ladi rangli bo'yoqlar, trubochka, salofan paketimizni ustini yog'da artib olamiz. Vay, ko'rdingizlarmi? Hatto men ham buni ichiga kirib ketdim. Agar ushbu o'yinimizni farzandingizga bajarib bersangiz, farzandingizni ham ranglarni ajratishi, ham diqqatini bir joyga qo'yib, 1 soat, 2 soatlab farzandingiz bu o'yinni bir joyda o'tirib bajarib beradi. Video yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang va bizdan yanada qiziqarli videolarni kutib qoling.